Assalomu alaykum. Birinchi navbatda MS SQL Microsoft SQL dasturini o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun operatsion tizimimiz bitini aniqlab olamiz. 64 yoki 32 bit qaysi biri. Bu uchun Windows X knopkani bossak, tugmasini yoki mo'y kompyuterimiz vositasiga kirishimiz kerak, propertiesga. Tizimimiz 64 bit. Prosessorimiz ham 64 bitning. Operatsion tizimimiz ham 64 bit. Aniqlab oldik. Endi git systems tools saytini ochamiz. Bu yerda bizning produktlar joylashtirilgan. Eng oxirgi versiyalari shu saytda bor hozir. Jetpostdan boshlaydigan bo'lsak, Jetpost retailga, ya'ni chakana savdoga asosan moslashgan. Hozir biz SQL o'rnatamiz, undan keyin produktlarga o'tamiz. Mana bizda Microsoft SQL Server ikki xil versiyasi 64 va 86 turidagisi bor. Hozir biz 64 ni olamiz. Agar bizda 32 bo'ladigan bo'lsa, unda x86 ni olishimiz kerak bo'ladi. SQL nima uchun kerak bizga o'zi? SQL ma'lumotlar bazasini o'zida saqlaydigan servis. Ma'lumotlarimiz o'sha tovarlarni kiritganimizda, prihod, boshqa operatsiyalar qilganimizda hisobotlarimiz hammasi shu bazada turadi. Nima uchun aynan Microsoft SQL Server tanlangan? Chunki bitta savdo nuqtasida 2, 3, 10 lab, 20 lab programmani o'rnatishimiz mumkin. Har xil 20 tagacha kompyuter, undan ko'p kompyuterlarga o'rnatishimiz mumkin. Faqat bitta bazadan ishlata oladi hammasi. Har bittasiga alohida baza qilib, alohida sinxronizatsiya qilib o'tirish shart emas. Bitta bazadan bemalol ishlay oladi. Buni ta'minlab beradigan narsa shu Microsoft SQL Server bo'ladi. SQL Server o'rnatishimiz ozgina nastroykalari bor. Diqqat bilan qarab turadigan bo'lsanglar, qolgani juda ham oson. Bir marta o'rnatishga o'rganib olinsa, bu ham juda ham oson bo'ladi. Operatsion tizimimiz iloji boricha Windows 10 va yuqorisi bo'lgan ma'qulroq. Agar sizda Windows 8, 8.1, 7 yoki XP bo'ladigan bo'lsa, bu ham ishlaydi. Faqat operatsion sistemani toza shu Microsoft o'zidan olingan versiyasini qo'yishga intiladi, chunki Zverga o'xshagan yoki boshqa o'zgartirilgan, modifikatsiya qilingan Windowsda ko'p narsa kesilgan bo'ladi, o'chirib qo'yilgan bo'ladi. O'sha hisobidan ayrim servisda ishlamasligi mumkin, muammolar bo'ladi. Hozir mana SQLimiz ko'chirildi, ishga tushiramiz. OK ni bosamiz. Birinchisini bosamiz. New SQL Server Standalone Installation algoritm asosida. Birinchisiga galchka qo'ysak bo'ldi. Ikkinchi shartamiz. Bunga ham galchka qo'yish shart emas.
sizga belgilanganni o'zi yetadi, hech narsani o'zgartirish shart emas bunda. Hozir muammomiz mana framework 3.5 SP1imiz yo'q ekan. Shuni qo'yib olishimiz kerak. Hozir bu yopmaymiz, shundoq turadi. Qanaqa qilib 3.5 SP1 hammada ham so'ra olmaydi bu narsani. Kimda 3.5 SP1 bo'lmasa, o'shandagina so'raydi. Hozir buni o'rnatishga harakat qilamiz. Buning uchun установка удаления programmaga kiramiz. Control paneldan va mana включить дополнение Windows bo'lishi kerak, desam o'zbekchada, inglizchada mana ko'rib turibsizlar. Mana shu birinchisi ekan, .NET Framework 3.5 mana bu so'rab turgan narsa. Mana .NET Framework 3.5. Biz belgilayotgan narsa ham .NET Framework 3.5 galочка qo'yamiz. Internet kerak bo'ladi. Internet bo'lmasa, internetni yo'qib olish kerak. Birmuncha vaqt oladi. Tezlashtirib o'tkazib oldik hozir. Tayyor. Endi rerun degan tugmani bosamiz. Bo'ldi, o'tib ketdi. SQL Express qoladi bizda. Servisimiz nomi bo'lib. Agar boshqa kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, uni avtomatga qo'yib qo'yganimiz ma'qul. Mana shu yerda diqqat qilasizlar, eng diqqat qilinadigan joyi shu. Qolgan joy juda ham oson edi. Albatta mixed modga o'tkaziladi. Authentication modi va parolga password deb yozamiz. Iloji boricha sizning bloknotga yozib olib, ko'chirib qo'yganlarimiz ma'qul. Bo'ldi, qiladigan ishimiz shu. Mixed tanlaymiz, parol yozamiz 2 marta. SQL'imiz uстановка bo'ldi. Mana hammasi 8 tuyardi. Yashilda. Close qilamiz. Hozir qiladigan ishlarimizni yozib oldik. Birinchisi operatsion tizimni bitini aniqlab oldik. Bu uchun Windows X knopkani bosib sistemaga kirdik. Bit operatsion sistemada 64 ligini ko'rib, ikkinchi qadamga o'tdik. SQL Server Express 64 ni tortib oldik internetdan. Keyin uni o'rnatdik. Shu qadam bo'ldi. Endi boshqa kompyuterlar agar bo'ladigan bo'lsa, bo'lmagan taqdirda ham sozlab qo'ygan ma'qul, ertaga qo'shilganda muammo bo'lmaydi yana.
boshqa kompyuterlar ham bu kompyuterdagi SQL ga murojaat qila olish uchun bir nechta ikkita qadam qilishimiz kerak. Birinchi qadamimiz SQL Configuration Manager ochamiz. SQL Server Configuration Manager. Oxirida ikkinchisiga o'tdik. Mana SQL Server Network Configuration'da protocols o'tdik va TCP/IP o'chib o'tiribdi. Mana shuni enable ya'ni yoqib qo'yamiz. Va ma'lum bir portni beramiz. Oxirida eng oxiriga tushiladi. IP all deganiga mana 1 2 3 9 emas, IP all 14 33 yozamiz. 14 33. SQL ni restart berish kerak deyapti, perzaguzga berish kerak deyapti. Perzaguzga beramiz. Hozir 33 yoqdik. Faqat perzaguzga berish uchun mana birinchisiga o'tamiz. Mana SQL serverimiz. Shunga mana restart bersak bo'ldi. Va bu qadamimiz ham bo'ldi. Endi firewallga 1433 portlarni qo'shib olishimiz kerak. Boshqa kompyuterlar ko'rib olishi uchun. Buning uchun firewall deb yozamiz. Endi ham boshqalarda ruscha bo'ladigan boshqacha bo'lishi mumkin. Kontrol paneldan kirganimiz ma'qulroq, chunki har xil operatsion sistemada topish qiyinroq bo'lishi mumkin. Kontrol panelda bo'lsa deyarli bir xil. Kontrol panelga kirdik, bezopasnostga kirdik. Windows Defender Firewall turibdi mana. O'zbekchada prompt malware ham yozilishi mumkin. Shu yerda mana Advanced Settingsga kirsak, mana shu yerda inga kirib ikkita rol yasaymiz. Port tanlab olamiz. TCP port birinchisi 1433. Hammasi qoladi. MS SQL TCP 1433. Ikkinchisi port UDP port. Tayyor. Xuddi shu 5-da osonlashtirilgan turi ham bor. Uni hozir ko'rsatib beramiz. 5-qadamni osonlashtirilgan varianti kimda bizdan fleshkadan kopiya qilingan bo'lsa, tayyor paketlar, hamma narsa driverlar, utillar, programmaning oxirgi versiyalari hammasi saqlangan. Fleshkadan kopiya olishgan bo'lsa, o'sha yerda installsga kirganda MS SQL da 2014-da mana shu fayl bor, @mssql port to firewall. Mana shu admindan ishga tushiriladigan bo'lsa, running administrator qilib, запустить от имени администратора. O'shanda ana firewallga ikkita portni o'zi shunday qo'shib beradi. 5-qadamni alohida kirib qilib o'tirish shart emas. Agar bu fayl bo'lmasa, ko'rsatganimizdek qilavering. Endi SQL tekshirib olishimiz uchun SQL Management Studioni ochamiz. Mana tepada chiqdi. Yoki TSS MS deb yozsak ham xuddi shu narsa chiqadi. Ochildi. Shundoq connect bosib ko'ramiz. Ishlayapti SQLimiz. Ikkinchisi kompyuter nomini o'rniga nuqta qo'yamiz. Nuqta degan shu kompyuter degan. Va autentifikatsiyada SQL Server autentifikatsiyaga o'tib olamiz. SA yozamiz loginga, parolga
Hali bloknotga yozganimiz password. Shuni yozishimiz kerak. Ishlayaptimi? Endi IP bilan tekshirib ko'rishimiz kerak. IP ni qanaqa olamiz? IP ni networkdan statusga o'tib, mana adapter settingsga o'tib, bizda hozir Wi-Fi yo'llangan. IP'miz 10.11.0185 ekan. O'sha parolni boshqatdan teraveramiz. Mana bu nuqtani o'rniga qo'yganimiz bu shu kompyuter IP'si degani /SQL Express qoladi. Ya'ni boshqa kompyuterlardan ham bu kompyuterdagi SQL ga xuddi shunaqa murojaat bo'ladi. Ularda demak nastroykalarni firewall to'g'ri ochganmizni, Ctrl bilan to'g'ri nastroyka qilganmizni ishlayapti hozir. Bemalol boshqa kompyuterlardan xuddi shunaqa ko'rinishda murojaat qilsa bo'ladi. SQLimiz ishlashga tayyor, bemalol programmalarni, dastur produktlarni o'rnatishni boshlasak bo'ladi. Bunda 5 ta qadam misollik uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat.